Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Sayrurg. Bugungi videomizda o'zini davrining eng yaxshi va sifatli bo'lgan iPhone'larini gaplashib o'tamiz. Videoni ko'rishdan oldin like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bilasiz, YouTube'da juda aktiv pasayib ketibdi va obuna bo'lib ko'radigan odamlar juda kam ekan. Shuning uchun iltimos bitta like va bitta obuna bo'lish esdan chiqarmang. Like va obunani bosib qo'ygan bo'lsangiz, unda men videoni boshlayman. Keling unda davrining eng zo'r legendasi bo'lgan iPhone 11 haqida gaplashib o'tamiz. Bu iPhone'imizning xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, ekrani 6.1 dyuym IPS LCD 60 Hz. U o'yinlarda stabilniy 60 FPS ni sizga bera oladi. Uni batareykasiga to'xtaladigan bo'lsak, 3110 mAh. U PUBG'da bemalol 2-3 soatga yetadi, agarda u yaxshi stasionaga ega bo'lsa. Uni protsessoriga keladigan bo'lsak, Apple A13 Bionic 6 nanometrli. Protsessor yaxshigina kuchli bo'lgani uchun o'yinlarda yaxshigina o'zini ko'rsata oladi. Xo'sh, bu telefonimizni 2025-yil uchun sotib olsa bo'ladimi? U chiqqaniga naq 6 yil bo'lgan bo'lsa-da, u haligacha u PUBG'da yaxshigina FPS ni va barqaror FPS ni sizga bera oladi. U nafaqat PUBG'da va boshqa shunga o'xshash o'yinlarda ham yaxshi o'zini ko'rsata oladi. Demak, bu iPhone'imizni 2025-yil uchun sotib olsa bo'ladi. Va u narxini hozir ancha-muncha tashlab yuborgan, shuning uchun arzonlashgan. Hozirgi bozorlarda bu 200-250 turadi, lekin buni $190 ga ham topsa bo'ladi. Agar bu iPhone 11 da klassik o'ynayman deydigan bo'lsangiz, batareykasi yetmay qolishi mumkin. Shuning uchun faqat TDMga maslahat beraman. Keyingi oldiviy iPhone'imiz bu iPhone XS. Bu iPhone qanaqa legendaligini bilgan biladi. Bu TDMlarning iPhone'laridan biri hisoblansa kerak. Bu o'zimning fikrim, chunki buni zaryoti juda kuchli. Gapni ko'paytirmasdan uning xarakteristikalari haqida gaplashamiz. Uni ekraniga keladigan bo'lsak, 508 dyuym OLED. Uning ekrani 60 Hz bo'lgani uchun o'yinlarda to'laqonli 60 FPS ni sizga bera oladi. Uni batareykasiga keladigan bo'lsak, 2600 mAh. U PUBG'da 1-2 soatga bemalol yetib ortadi. Aytib qo'yay, bu klassikka umuman yetmaydi. Ya'ni bunda klassik turnir o'ynamoqchi bo'lsangiz yetmaydi demoqchiman. Bu iPhone'imizning protsessoriga to'xtaladigan bo'lsak, protsessori Apple A12 Bionic. Bu protsessor sizga PUBG va boshqa o'yinlarda to'laqonli 60 FPS ni sizga bera oladi. Demoqchi bo'lganim, qizib ketmasa sizga stabilniy 60 ni bera oladi. Bu iPhone qizilsa qotadi, laglarni boshlayveradi. Shuning uchun bitta kuler olishingizni maslahat beraman. Hozirgi aytib o'tgan hamma iPhone'larimga. Xo'sh, bu telefonni klassikka maslahat berasammi yoki TDMgami deydiganlar uchun klassikka umuman maslahat bermayman. Shuning uchun bu telefonni olsangiz, faqat TDM o'ynashga oling. Klassikni ham amallasa bo'ladi, faqat zaryadka bilan yana kuler qo'yib o'ynashga to'g'ri keladi. Shuning uchun faqat buni TDMga maslahat beryapman. Endi buni narxiga yetib keldik. Narxi $120 dan $150 gacha. Keyingi iPhone'imiz bu eng old va eng davrining eng yaxshisi bo'lgan iPhone 8 Plus. Bu iPhone'imizni ko'p streamerlar o'ynab ham streamni olib borganlar. Bu iPhone'imiz eskirgan bo'lsa ham hozirgacha buni fanatlari topiladi. Bu iPhone'imiz hozirda eski bo'lgani uchun hozirda PUBG'da qotadi, laglarni boshlayotgan va hokazo. Endi bu iPhone'imizning xarakteristikalariga keladigan bo'lsak, ekrani 5.5 dyuym IPS LCD 60 Hz. Ekrani 60 Hz bo'lgani uchun PUBG'da 60 FPS ni ochadi, lekin 60 FPS ni sizga to'liq bera olmaydi. Agar kuller qo'ysangiz, stabilniy 60 FPS ni sizga bera olishi mumkin. Buni batareykasiga keladigan bo'lsak, batareykasi iPhone XS ga o'xshab 2600 mAh. U ham 1-2 soatga bemalol yetib ortadi. Lekin boya sizlarga iPhone XS ga qanday gapirgan bo'lsam, bunga ham shunday gapni aytaman. Klassik turnirga olyapsizmi? Bu umuman bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelishi mumkin, faqat kuller zaryadga ulab o'ynashingizga to'g'ri keladi. Agar turnir o'ynayman, klassik turnir o'ynayman deydigan bo'lsangiz, 11 dan baland yoki 11 dan o'zini ochishga maslahat beraman. Buni protsessoriga to'xtaladigan bo'lsak, Apple A11 Bionic, iPhone X, iPhone 8 Pluslarga ham shu protsessor qo'yilib kelgan. Bu protsessor bilan hamma o'yinlarda 60 FPS bilan o'ynasa bo'ladi, lekin bu telefonimiz hozirgi paytda ancha eskirgan. Bu telefonimizning narxiga keladigan bo'lsak, $80 dan $100 gacha. Xullas, bu telefonimizni 2025-yil uchun sotib olsa bo'ladimi? Ha, sotib olsa bo'ladi, lekin boyagi aytib o'tgan kuller, zaryadnik hammasini olishga to'g'ri keladi. Videomizni shu yerda yakunlaymiz. Like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bilasiz, 1K ga juda oz qolganmiz va aktivimiz tushib ketgan. Shuning uchun like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizga qanaqa telefonlarni obzor qilish kerak bo'lsa, hammasini kommentga yozib qoldiring.